Qizvalning mol dunyosini deb mang'digan bo'lib ketganingiz uchun hozir qizvallar to'y qilishni qo'rqaydigan bo'lib ketdi. Qizim, oldin qatimliq loyiqni murat qilib etdingiz. Xudoga yigit hali gamda emas, obdan baldek turdi, bir ko'rishib, to'y ishingizni bir yaxshiroq o'ylashib to'y qilsangiz yaxshi bo'ladi, qizim. O balma ailemizin sharoitini bilen bilmem-da. Bilmeydi demidik. Yaxshi bo'pti demay, yaxshi qilibsizlar. Shu opa oldin qaytib ko'rishgan balaning hammasi shu meni deb emas, dadamning mol dunyosini deb, zadvoy deb qilib ketibdi. Men qaylabdan bilib qolgandim. Shunlashqamda men qaytib ko'rishga chiqqan balaninki balaga demay turib shu anadan keyin bir ko'rishib baqay o'zim deb o'ylab shuni demay turinglar degandim. Yaxshi o'ylabsiz qizim. Qizim bir chiroyliroq kiyim kiymay etlas kiyib chiqibsiz. Boshqa kiyimingizni almashtirib ko'rishib kelamsiz. Yo'q, opa almashtirmay bu atlas deganning har qanday qizval kiysa yarashadigan tursa, ishdan chiqib ko'rishaveray bo'ldi. O'zim amroq bo'l kiyimimga. Ma'qul. Aqlindas. Ma'qul. Yaxshi turdingizmi? Yaxshi ma'qul. Necə təsbih gəldiniz? Bek saqlab ketdingizmi? Voy, saqlab. Men bir saat burun kelib olib ekanman bu yerga. Shu 5 minut kechikib qolibmi? Biz deyishgan vaqtga shu oldi keyin olib. Bo'ldi, men gapingizdan maqsad qilam keldi. Men ustishimni ko'rdingizdan. Oltin. Oltin, pul pishik degan menda do'shaqqa. Mush uydikilar, mush to'yonni qil deblar. Nega chiqdim? Men sizdan so'ragan gaplarim mas'uliyat deydi. Ma'qul. Nima ish qilasiz? Hech qilmayman. Hech qilmaysiz. Bikacha. Bikatlar. Bo'libdi. Uningmi bo'ldi qilibdilar. Ota-onangizning puli bordi. Dadam baqqal. Opam uyda o'tirdi. Dadangiz baqqal. Onangiz oilayali. Qanday jinon baxtsizlar? Dadamdan topgan pul bilan boqamiz. Ay baqqalchilik qilib. Ish qilib setyap. Ma uyda ko'p tuzuk ilm telefonlar desa. Sizning o'ytilbek milliarder o'qishmamda. Kiyimdingizmi? Manda qalam. Uyumuz vardı ekan. Uy bor. Inson o'yin binami? Inson uy? Qavat. Ya? Bo'libdi. Qamoqni men burtib qo'ygan. Men evray. Men bir oldirishdim. Bu ishimizning ishi bo'ldi. Demisam tushundingiz. Tushundim. Qamoqni bir yeb. Hajji burtib ketganman. O'tkiringiz kelib ketasizmi? Tilma o'tmay xotirjam bo'ling. Ma'qul. Adash yaxshi turdingmi? Salomat turding. Yaxshi adash. Tamoq ketdimi adash? Savatni qildi. O'xshashdi-ku. Chiqdi. Yemabsizlar. Voy adash, o'ttag'an qizlar uchirish chiqqandigina. Aysan dadam baqqal, anam bikachi, mening qizim pul yo'q deydi. Nima ish qilmadi tamoqni yegim kelmadi. Yeni qizlar aytadimda. Ha deyman. Ada o qizval deganlikka chon boyning qizi bu. Nimaning qizi? Boyning qizi chon boyning bu. Voy qizlarni aytibman. Men baqqalning qizi aytamda. Baqqalning qizi deydi-ku. Adash, mush dukkanninki mana necha binosi va qizvalning dadisininki. Chaqchaq qilmanglar. Chon boyning qizi deyman, azmanglar deyman. Izibdim mana. Va azmanglar deb berib ishni bitiringlar deyman. Qo'ying sizlar mendagadan bo'lib qolgan bo'lsam, qo'yinglar. Kirib kelishman. Deb ishni bitiringlar deyman. Sepel jongal qilib qo'yasizlar, men ketdim. Bo'ldi. Yenib kelibsiz-ku? Aylar men chaqchaq qilib qo'ydim sizga deyman. Qiz bilamaysiz meni. Voy qaylam. Qo'yam men sizni sinab boqqan. Qanday qilib qizlar deb. Hozir men jamiyatimizda qaylam. Mana uchirish chiqqan, ma'batlashgan men odamlar orasida qizlar mana ota-onasining kasbidan tanidi. Nomus qilganlar boshliqlar orasida deyman. Shuna men sizning ota-onasining kasbidan nomus qilganmi yo'qmi deb men so'rab baqsam siz nomus qilmadingiz. Aniq deyaldingiz. Baqqal bo'lsin bo'libdi. Mana men sizdan to'y qildim demaylik, avul baqqal mening dadam bo'ladi. Ay dadamni men baqqal chiqarmay bildirmay chiqarmayman. Bo'ldi qaylam. Men bizda vijdon bor-da. Biz o qizlarniki mol-mulkka bu deb ketmaymiz. Men sizning rostchil bo'lganligingiz uchun men kenimgina qaytib keldim. Agar men bela qizlardan so'rgan bo'lsam balki, dadasini baqqal demaydi aba.
Adam degan Poloniyaning boshlig'i, Pistoniyaning guruhning jingno cho'ng to'lining boshlig'i deydi. Siz baqqolda nomus qilmadingiz? Demak, sizning vijdoningiz bor. Sizning vijdoningiz bor demak, mening vijdonim bor. Ikki vijdonim bir şey kelsa, vijdonli bo'ladi. Shuning uchun to'yimiz qilib bo'ldi. Yipans deb bo'ldingiz ha? Sizə ko'nglingizni hech chiqiblam, ağinlaringizdan mening uyimning ahvolini bilib, odamning mol dunyosini bilib, o'zingizcha vijdonli bo'lib kiyinib turibsiz ha? Niyaga hozir, tushunammi? Men qaylang. Men shuni demagan. Uyimningki mol dunyosi, odamning mol dunyosi shuni demagan. Aqasonning mushtaqlab ketgandan işte kız boldun, mal dünya talep qildigan bir erkek turib, men o'zim baqaman mayli deb ko'nglingiz bilan mangmay, qiz bolaning mal dunyosini deb mangdigan bo'lib ketganingiz uchun hozir qiz bola to'y qilishni qo'rqaydigan bo'lib ketdi. Esingizda ching to'sin. Bir erkek bo'lgan odam, bir qiz bolaning qo'lini tutib olgan odam onun mal dünyasını dep emas. Men aldım muş qizalg'ima ega oldum. Dep bir ömür şunun aldım, xabar elib men alsam men buni haqiqiy erkek deymiz. Mektep ketdingiz, qo'limdagi oltinlarni ko'rdingizmi? Voy ota-onam anda manda deb. Men ishlamasa nima bo'ladi? Sizning ilg'oyim mal dunyoningiz oltiningiz bor ekan, men ishlamasa nima bo'ladi? Chunki men bu oilaning bizdan qizi. Dadamning mal dunyosi bir joyga qochib ketmaydi dadam bilan tang. Menga qoladi. Mening uyim 2 qavatli uy emas, 3 qavatli tacham bor. Sen nima qilim 2 qavatli uyni? O pink dalulni bino uylar nima qilaman? Şuna siz eng yaxshisi bu yerda ilqi bilishib, ilgar olab, bu yerda ilqi vijdonliq, o'qavilninki rollanmay. Siz abtibashiringizni mening oldimda ne vaqt oshkorlab bo'ldingiz. Şuna mening vaqtimdan may, eng yaxshi gapingizni qilib qo'ygan bo'lsangiz chiqtamsiz. Ma gapingizni anglab, men sal nomus qilib qoldim. Muş hazır cemiyetimizde mendek bazen bir oğavallar, nurg'ulgan oğavallarımızın bizini dökatib turibmiz. To'g'ri, burilda to'y qilmay qolsa, shu qizlarning ota-onasining odamgarchiligi bormi yo'qmi? Shu qizlarning ota-bobasi qanday yashagan? Shuni surishtir qildi. Va hozir bizlar shu xizmati bormi? Uy bormi? Puli bormi? Ota-onasining bilmagan biz kelib topdik oğavallar. Hemmimiz emas, mendek ba'zi bir qismlari. Men nomus qilib qoldim. Bo'pti, siz men xafaman. Men qattiq qo'ygandim mashina. Men endi to'g'ri qilmasin bo'g'idek.